Bismillah. Sabr qiling kelin. Ichingizda qurtimiz bormi nima bola? Bizning uyda ovqatni kattalar boshlaydi, xo'pmi? Ey dadasi, kim esmisiz amay? Hozir mana. Pishdim ovqat hozir boryapman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalet kirib chiqay hozir. Voy. Tuvalet suvi ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Bu kishiniki nuqul ovqatday tutadi. Hozir. 1 minut. Dada, qornimiz ochqab ketdi, kelasizmi? O'lib ket murdashav. Uzr. Qo'y hidi bo'pti. Popolarimni almashtirib chiqay. 1 minut hozir. Ina hozirchilikda o'laman. Excuse me. O'lay. Endi qayerga? Achotim yirtiq kelin oldin o'qilay. Chotimni kiydirib chiqqan. Sorry. Han dada. Qara, bismillah. Dilnoza qizing telefon qilyapti. Alo. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Padaringga la'nat. Hozir 1 minut. Bo'pti, kayfiyatni buzmaylik. Qornim och qo'ygan oshni olinglar. Qani, bismillah. Absamat. Bola Absamat, dard Absamat. Jo'ra. Rizqim qo'shilgan ekanda, ha? Ke. Rizqim o'lsin har kuni qo'shilmay. Qani, Boshla. yo sen boshlasan, kattasan. Ammo kattaman, ha? Men boshlashim kerak. Bitta qo'lim yuvaydi hozir. O'lib ketlaring, bo'ptimi, xo'pmi? Yursin. Tur. Faqat qo'lingni olib tez yur. Biz bet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim aka! Mososiramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'yib kutib oladigandek gapirmang. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham apendis bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'ri. Biri o'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Apendis oldingizmi? Damam ketibdi o'zi. Yegansizda mashillab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichak ham aytgan, "May ammangni yegan ovqatiga" deganda apendisga o'rgan. Mana undan ko'ra Flavis'da yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz. Ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'yni so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola, qayerga olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unab turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang, kuyov bola, operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman. Daraxtga osilma maymunlar. Boshqa turganini yema, atravina bo'lasan. Konfetmi? Ketdi, yeymiz. Mehmonga joyiga qo'y. Masalan, yemak qilib bu joyga qo'y. Ma'mur suvga solib qo'y, yaqtay bo'lsin, keyin qo'qamiz. Buni yo'q. Molga ham qolsin. Qizilchasi boqimana. Oyda yegan to'q, kunda yegan so'q. Shu seniki sekiroq ye. Ana zo'r bo'ldi-da. Tuya chaqildim-da. Yangi qilib beram. Ey, teshiladi. Kecha shuni yangi tikdim. Yemitilar.
Sen ikkalang barvaqtroq yot, buni ertaga mol bozorga chiqarib sotamiz. Tepaga tushmasin yana. Olaver shuni. Sen uyda o'tir, salqinginada. Onang becha tashqarida ishlasin, ha? Hamma joyga shoxona bo'lmas. Bo'yda qiz yo'q. Yeva jittillar. Mana qilyapman-ku. Do'ng'illama. Do'ng'illama, mashina oldiga tiqib qo'yaman. Do'ng'illama dedi. Arasida o'tamizmi? Ketdikmi? Ketdik. Ko'rpachalarni yiqitasan hozir. Ha, nimaga onam nima? Men bozorga ketyapman. Shovqin qilmasdan go'shtlarni yemay o'tirish, tushundingmi? Bizani ham olib keting. Ha, bo'l, oldimga tush. Lekin marojno olib ber, jivachka olib ber desalaring yertaman. Leonardo Home. Ona qayerga keldik? Ko'kshi darvozadagi bagima 002ga. Patarlama. Sizga mana shu ikkili komplekt bagimani 69 dollardanmi? Ona mamlar 89 dollardan ekan. 40 qo'y joyiga. Ona ana bular 99 dollardan ekan. Voy, bunaqasi umuman bo'lmagan bolam. Olamamizda, ona. Sen qochgin. Shit.